Atın kim? Сраждин. Kaçlık olsun? Kırgızстан. Kaçta yaşaysın? Москвада. Moskvada. Biz uqtuk, sen Angliskiden birinci mesleğini aldın, to'g'rimi? Opa. Opa. Yaxshi. Qaysi klasslar arasında? 3-4. 3-4 klasslar arasında. Sen kaçıncı klass bo'lding? 3. 3 klass. Yaxshi, quttуктайбыз. Angliskiydi qachondan beri o'rganyapsan? 2 klassdan beri. 1 yil bo'ldi. Yaxshi. Qaysi yerda o'rganding ingliz tilini? Четтил.ру языковый центрде. Yaxshi. Al yerda yaxshi o'rgatishadi. Qanday mektepte klassingda qancha mesdasan? Klassımda birinchi. Yaxshi bilasan-da. Yaxshi. Okay, muallimlaring qanday? Chet til kurs bor bo'ladi. Yaxshi o'qitishadi. Nesi menejeri sana? Onu o'z berib qilamiz. Ingliz tilini qanday o'rgatishadi? Doskaga yozib, kitobdan. Kitobdan. Sen произношениең yaxshi deb aytishadi. Qanday o'rganding? Sho. Hozir inglizcha so'rab bersam javob bera olasizmi? Da. Okay. So, what's your name? My name is Sраждин. Wow. Where are you from? I'm from Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. Where do you live? I live in Moscow. Wow. What school do you go? I go to school number 828. Wow, 28. What grader are you? I 3rd grader. Oh, that's good. Wow. Okay, congratulations. Okay, quttуктайбыз daha bir жолу. Ийгиликтер каалайбыз. Bye bye. All right.